Aziz vatandoshlar, muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushevning Dunyo o'zbeklari teleloyihasining navbatdagi soni yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismillah deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Demak, bugun 20-iyul 2019-yil. Ona vatanimiz O'zbekistonda Juma kuni boshlangan shu muborak damlarda biz endi O'zbekistonda emas, balki Ukrainaning Kiyev shahridamiz. Biz hozir Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning administratsiyasi joylashgan hududga keldik. Mana hozir biz darvozadan kirdik. Bu yerda Ukraina prezidenti administratsiyasi joylashgan binoga biz yaqinlashyapmiz. Hozir sizga biz ana shu nimani ko'rsatamiz. Demak, aziz do'stlar, biz mana bu yerda darvozadan kirdik. Mana bu yerda hamma suratga tushyapti. Darvoza bu prezident administratsiyasiga kiradigan joy. Mana bu yerda Bankova ko'chasi, улица Bankova. Demak, bilasiz, tarixda mashhur Ukrainadagi barcha siyosiy jarayonlar mana shu bino sohibini hamisha o'zgartirgan. Biz hozir siz bilan Rossiya bilan urush nimasida bo'lgan hozir Ukraina prezidenti administratsiyasi hovlisiga kirdik. Bu yerda harbiylar qo'riqlab yurishibdi, lekin ayni paytda odamlar bemalol kirib chiqishi mumkin. Mana biz hozir siz bilan Ukraina poytaxti Kiyevdamiz. Kiyevda qoq markazida joylashgan Bankova ko'chasidagi prezident Vladimir Zelenskiy administratsiyasiga, mana sizga administratsiya hovlisidamiz. Mana bu harbiylar bu yerlarni qo'riqlashadi. Привет, ребята. Demak, mana prezident administratsiyasi qo'riqchilariga salom berdik. Ular alik olishdi. Juda дружелюбно dedi. Juda mehmondozlik bilan. Bu yerlar boshqa davlat prezidentlari administratsiyasi qanaqa qo'riqlanadi bilmadim, lekin har qalay Ukrainada mana marhamat o'zbek jurnalisti bemalol Ukraina prezidenti administratsiyasi oldida yuribdi. Men ichkariga kirishim mumkin, lekin qiladigan ishim yo'q. Behuda prezident administratsiyasidagilarni bezovta qilishni istamaganim uchun men Ukraina prezidenti administratsiyasi degan yozuvni suratga olyapman. Mana marhamat. Prezident Ukraina administratsiyasi mana shu binoda joylashgan. Biz hozir 2-podyezdni oldiga keldik. Mana bu yerda odamlar mana bu yerda bemalol chayla qurib o'zlarini talab va istaklarini bildirishmoqda. Harbiylar prezident administratsiyasining shundoqqina ro'parasida mana ular o'tirishibdi. Ularni hech kim bu yerdan haydagani yo'q. Ular o'zlarining talab va istaklarini aytish uchun prezident administratsiyasi oldiga kelib chaylalarini tikib olishgan. Mana bu yerda harbiy kishi savollarga javob beradi. Demak, mana shu yerda prezident Vladimir Zelenskiyning administratsiyasi joylashgan. U yaqinda bu yerdan boshqa joyga ko'chib o'tishi mumkinligini bildirgan edi. Har qalay ertangi saylovlar yakunlanganidan keyin Vladimir Zelenskiy Rada deputatlarining aksariyatini o'z tarafdorlari saylanishiga erishganidan keyin, demak, mamlakatda o'z faoliyatini bir qadar muvaffaqiyat bilan davom ettirishi mumkin. Eslatib o'taman, aziz do'stlar, biz bu dasturimizni
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning prezident administratsiyasi hovlisidan olib boryapmiz. Bu yerlarda bemalol yurishimiz mumkin, jurnalist bo'lganimiz uchunmi, har qalay mina iskatel qo'yilgan darvozadan ichkariga kirishingiz bilan bemalol siz prezident administratsiyasi hovlisida paydo bo'lasiz va bu yerdan to'g'ridan to'g'ri reportajlarni olib borish mumkin. Mana prezident administratsiyasi 1, 2, 3, 4, 5 qavatdan iborat. Prezident administratsiya oldidagi gulzor hovli. Mana tinch va sukunatli Ukraina prezidentining administratsiyasi joylashgan Kiyevning qoq markazidagi bank va ko'cha. Ertaga saylovlar bo'lishi munosabati bilan bugun Kiyevda har qanaqangi targ'ibot taqiqlangan. Bugun siyosiy partiyalar, uning liderlari 2 oylik saylov saboqlaridan xulosa chiqarib, xalq kim uchun ovoz berishga qaror qilganini o'ylaydigan, mulohaza qiladigan va sukutga cho'madigan kun bugun. Mana harbiylar bular mana shu yerni prezident administratsiyasi oldida navbatchilik qilishadi. Milliy gvardiyalari, Ukraina xalqi Vladimir Zelenskiy boshchiligida ertaga 21-iyul 2019-yil Ukraina Radasi deputatlarini saylashi kerak. Mana shu yerda joylashgan yangi prezident Vladimir Zelenskiy ertadan boshlab Slugi Narodov degan Slugi Naroda, ya'ni xalq xizmatchilari degan siyosiy partiyasi Ukraina saylovlarida ertaga mutlaq g'alaba qilishi kutilmoqda. U odamlarning 50% dan ziyod ovozini olishi mumkin. Mana istagan odam kelib harbiy gvardiyadan so'rashi, savol berishi, mana bir kampir kelib so'radi, ular unga yo'l ko'rsatib berishyapti. Bu yerdagi Milliy gvardiya a'zolari, prezident administratsiyasini qo'riqlovchilar juda xushmuomala, sertakalluf. Biz ham ulardan bu yerda foto, video reportajlar qilsak bo'ladimi deb so'raganimizga albatta agar lozim topsak biz sizga yordam berishimiz mumkin degan javob berishdi va men shuning uchun bemalol ularni suratga olib prezident administratsiyasi binosi ro'parasida turib sizlarga pryamoy to'g'ridan to'g'ri reportaj olib boryapman. Mana prezident Ukraina deb yozilgan lavha. Bu yerda bir paytlar Viktor Yanukovich, undan keyin Petro Poroshenkolar prezidentlik qilishdi. Mana shu binoda turib ish olib borishdi. Bugungi prezident Vladimir Zelenskiy esa hozircha bu binoda, lekin yaqinda bu binodan u boshqa joyga prezident administratsiyasini ko'chirmoqchi. Demak, aziz do'stlar, eslatib o'taman, muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Tuxushev anchadan buyon Ukrainada bo'layotgan siyosiy voqealarni kuzatib kelayotganini yaxshi bilasiz. Biz bugun 2-3-kun bugun O'zbekistondagi ijodiy safarimizni yakunlab Ukrainaga, Kiyevga qadam ranjida qildik. Mana demokratiya bemalol kameraga olish mumkin deb yozyapti bizni ko'rayotgan do'stlarimizdan Baxtiyor Eshmurodovich Toshpo'latov. Juda sokin joylar ekan prezident administratsiyasi. Mana demokratiya bemalol kameraga olish mumkin. Dokument tekshirish yo'q, malatsi. Juda to'g'ri. Bu yerda bemalol yurishingiz mumkin. Adham Yusupov, Shuhratov, Ibn Kanon degan bir yigit bizga Ukrainani nima qizig'i bor, O'zbekiston haqida video tayyorlamabsizlar. Sen bu dunyodan bexabar bo'lsang, ukajon yoki akajon, nima qilasan meni videolarimni ko'rib? Sen avval men bir oydan buyon O'zbekistondan tinimsiz
videolar qilib 2 kun bo'ldi mana Ukrainaga keldim. Meni ijodimni, meni faoliyatimni yaxshi bilmasang nima qilasan meni dasturlarimni ko'rib? Ibn Kannon emish. Ukraina nima qizig'i bor emish? Ukrainaga nima qizig'i bor deganing uchun ham sen bilan bizning fikr va dunyo qarashlarimiz to'g'ri kelmaydi. Sen uka yaxshisi birorta konsertni ko'rgin, vaqtingni bekor o'tkazma. Muxtor Yusupov bu prezident o'tiradigan bino deb yozdi. Juda to'g'ri Muxtorjon. Bu yerda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy qarorgohi joylashgan. Ma'rifat Qosimova bizni ayni paytda tomosha qilyaptilar. O'tkir Umarbekov, Fayzulla Tillayev, O'ktam Raupov, Sherzod Mirzayev urush deb vahima qilvormang. Ukajon, sen endi boshqa ishni qilgin, Ibn Kannon. Sen qo'yib qo'y bu dasturlarga aralashma. Aqling yetgan ishni qilgin. Demak, bizning bu dasturlarimiz Kasbi tuman adliya bo'limidan ham kimdir bizni tomosha qilyapti. Murodjon Mannonov, Jek Kevin, Boyadulla Dadaboyev, Yunusali Ahmedov va boshqa do'stlarimiz ham bizni bugun Ukraina prezidenti administratsiyasi oldidan bemalol olib borayotgan dasturlarimizni tomosha qilishyapti. Mayli, har kimning har xil fikri bor. Ukrainadagi bo'layotgan voqealar O'zbekistonda sodir bo'layotgan inqilobiy o'zgarishlarga hamohang bo'lgani uchun ham biz bugun Ukrainadan reportaj olib boryapmiz. Buni tushunmagan odamlarning aql va farosatiga men juda rahmim keladi. Bu dunyoda juda ko'p narsalarni anglamagan, Ukrainada sodir bo'layotgan inqilobiy o'zgarishlarni O'zbekistondagi inqilobiy o'zgarishlarga men qiyoslayman, lekin kimdir menga nima qilasiz Ukrainada reportaj qilib degan tuturuqsiz savollar beradi. Ukrainada bugun hayot-mamot jangi hal bo'lyapti. Ukrainada bugun demokratiya yo bo'ladi yo bo'lmaydi degan savolga javob berish uchun 21-iyul kuni butun dunyo ko'zi oldida Ukraina xalqi Rada deputatlarini saylaydi. Dunyoning 200 ga yaqin davlat va mamlakatlaridan kuzatuvchilar kelgani ham Ukrainadagi ertangi saylovlar dunyo hamjamiyati uchun nihoyatda katta ahamiyatga ega ekanligidan dalolat beradi. Biz demak bugun Ukraina prezidenti administratsiyasi oldida u hovliga bemalol kirib mana shunday bir reportajlar olib borar ekanmiz. Bularning hammasi Ukrainada demokratiya tamoyillari sekin asta g'alaba qilayotganidan dalolat beradi. Mana bu yerda Ukraina prezidenti administratsiyasi, mana bu yerda prezident administratsiyasi, mana bu yerda esa ro'parada mana bemalol chaylalar tikkan harbiylar. Ularning ham qandaydir dard va iztiroblari yoki malomatlari bor, savollari borki, lekin tinch sukunat hech kim ularga xalaqit qilmaydi. Faqat mana bu yerda harbiylar, Milliy gvardiya a'zolari tartibni saqlash uchun ular ham bor yo'g'i 3 kishi xolos. Biz ulardan bu yerga kirishdan oldin ruxsat so'radik. Ular bemalol video qilib o'z reportajingizni olib borishingiz mumkin deb aytishdi. Aziz do'stlar, eslatib o'taman, demak biz O'zbekistondan Ukrainaga keldik. 3-kundirki bugun biz Ukraina poytaxti Kiyev shahrini tomosha qilib yuribmiz. Bugun Ukrainada saylovlar, targ'ibotlar to'xtatilgan, chunki ertangi saylovlardan bir kun oldin hech qanaqangi targ'ibot va tashviqot ishlariga ruxsat berilmaydi. Bugun Ukraina xalqi ertangi saylovlarga kim uchun ovoz berishini o'ylab sarhisob qiladigan sukunatli kun. Shuning uchun ham biz prezident administratsiyasi oldiga kelib, mana shunday sukunatli, ajoyib kunlarning birida bu yerdan o'zbekistonliklar uchun, xorijga yoyilib ketgan dunyo o'zbeklari uchun video dasturlar qilishga qaror qildik. Demak, biz Kiyevning markaziy Bankovaya ko'chasidamiz. Bu yerda joylashgan prezident administratsiyasi oldidan turib sizga o'z dasturlarimizni olib boryapmiz. Aziz do'stlar, demak, mana ko'rdingizmi, ba'zi bir do'stlarimiz savol bergani kabi Ukrainada bo'layotgan voqea va hodisalarni hamma ham tushunib yetmaydi. Hamma ham bu narsalarni to'g'ri tushunmaydi, lekin ming afsus, Ukrainada juda katta voqealar
sodir bo'layapti. Mana biz Ukraina prezidenti administratsiyasi oldidan turib bu dasturlarimizni olib boryapmiz. Demak, eslatib o'taman, bugun 20-iyul, adashmasam juma kuni, hozir Ukraina vaqti kunduzi soat 11 dan 40 daqiqa o'tdi. 20 takam 12 hademay tushlik bo'ladi. Ana shu paytda salqin so'lim bir pallada Ukraina prezidenti administratsiyasi oldiga keldik. Bu yerlar juda tinch va sokin. Mana bu yerdagi Milliy gvardiya a'zolari bemalol bizni bu yerdan reportaj olib borishimizga ruxsat berishdi va bu yerda hamma istagan odam kelib bemalol videoga olishi va o'z dasturlarini dunyoga e'lon qilish mumkin. Mana meni orqamda prezident administratsiyasi degan lavha turibdi. Bu Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning ishxonasi. Aziz do'stlar, biz mana shu yerda bu dasturimizni tugatamiz. Keyingi dasturlarimizda biz Ukraina radasi joylashgan binolarga ham borishga va u yerdan reportaj olib borishga qaror qildik. Harakat qilamiz. Bugun demak biz Kiyevning markaziy ko'chasida, Bankovskiy ko'chasida joylashgan Ukraina prezidenti administratsiyasi oldidan olib bordik bu dasturlarimizni. Omon bo'ling aziz do'stlarim, biz Kiyevdamiz, Ukrainadamiz. Ukraina poytaxtida eng tarixiy ahamiyatga ega ijtimoiy siyosiy voqealar haqida hikoya qilishda davom etamiz. Omon bo'ling aziz vatandoshlarim. Mana bu yerda hamma suratlarga tushadi esdalik uchun. Hech kim sizni kelib bu yerdan haydamaydi. Mana shu bino Ukraina prezidenti administratsiyasi hisoblanadi. Mana bu yerda bayroqlar hilpirab turibdi. Demak, biz Bankovskiy ko'chasidagi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning ishxonasi oldidamiz. Prezident administratsiyasiga kiraverishdagi eshik oldida turib biz o'z dasturlarimizni olib bordik. Demak, Ukraina poytaxti Kiyevdan olib borayotgan dasturlarimiz davom etadi. Bugun biz ikkinchi marotaba sizning huzuringizga chiqdik. Navbatdagi dasturlarga qadar siz bilan xayrlashamiz aziz vatandoshlar.